Assalomu alaykum Samarqand. Nima uchun O'zbekiston emas, nima uchun butun planeta yoki butun dunyo emas? Samarqand. Sizlarga kattaga rahmat. Nima uchun bilasizlarmi? Shunaqa o'g'lonni sizlarning ellaringdan chiqqan. Men Qashqadaryolik, Surxondaryolikman. Menga haj safarim berdi. To'g'risi bir vaqtlar men uchun orzu edi. Bu akamni bir qanaqadir paxta narsa emas, ko'nglimdan chiqayotgan gaplar. Ko'nglimdan chiqayotgan gaplar. Samarqand, qo'lim ko'ksimda sizlar uchun. 30 raqamini ko'rganimda o'lgunimcha eslab qoladigan voqea bo'ldi. Qo'lim ko'ksimda bo'ladi, doim sizlar uchun. Bitta inson sababli. Komil vlog sababli. Akajonim, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. O'zi Saturnning birinchi jangida Farruh aka bugun sport bitta umrani va'da qilgandi. Mana ikkinchi jangni ham yutgani uchun bugun Xudo xolasa hayitlikka ota-onalarga sovg'a qildik. Alhamdulillah. Xudo xolasa borib kelsalar, Tayson shu yerda, Tayson, Jasurbek. Jasurga ham bitta qilamiz Xudo xolasa. Faqat Jasurjonga bitta endi iltimos qilindi, ota-onalarining oldiga borib bittani o'qisalar, inshaalloh. nasib bo'lsa, ketdik tur bilan butun dunyoni zabt etamiz. Ketdik tur uchun rahmat. Partisha qilib turgan, to'g'ri yo'lda yurgan bolalarni partishani qilinglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. O'zbekiston. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqandga bitta rahmat aytib qo'yaylik. Kommentda davay, bombardimon qilaylik. Davay. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. O'zbekiston olg'a. Biza O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarishda davom etamiz. O'sha jaydar ikkita yigit. Assalomu alaykum. Suv kabi bo'linglar.